Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan har doimgidek Zafarjonov Rifatbek o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Bunyodkor moliyaviy qiyinchiliklar sabab Navoiyga borma olmasligini ma'lum qildi. Superliganing 15-turdan o'rin olgan Qizilqum Bunyodkor uchrashuvi belgilangan muddatda o'tkazilmaydi. Bu haqida Bunyodkor klubi Professional futbol ligasiga rasman ma'lum qildi, deydi manba. Klubning ma'lum qilishicha, og'ir moliyaviy holat tufayli jamoa Navoiyga safar qila olmaydi. Xususan, yo'l chiptalari, mehmonxona xarajatlari hamda delegatsiya a'zolarining ovqatlanishi uchun zarur mablag' mavjud emas. Avvalroq Bunyodkor bosh murabbiyi bir qator futbolchilar jamoa a'zolari bir necha oydan buyon maosh olmayotgani, shuningdek klub bazasidan ham qator muammolar mavjudligini ma'lum qilgan edi. Superliga reglamentiga muvofiq 15-tur doirasida o'tkazilishi rejalashtirilgan Qizilqum Bunyodkor uchrashuvi uchun mehmon jamoaga texnik mag'lubiyat yoziladi. Shuningdek, agar mavsum davomida bunday holat yana bir bor takrorlansa, Bunyodkorni Superliga musobaqasidan chetlatish masalasi Liga ijroiya qo'mitasi kun tartibiga kiritiladi. Ma'lumot o'rnida hozirda Bunyodkor klubi O'zbekiston Superligasida 19 ochko bilan 10-o'rinda bormoqda. Afrika Elite Osiyo Chempionlar Ligasining keyingi 3ta final mezbonligini Saudiya Arabistoniga berdi. Osiyo futbol konfederatsiyasi Afrika ijroiya qo'mitasi qit'aning eng nufuzli klublar turniri Elite Osiyo Chempionlar Ligasi musobaqasining keyingi 3ta mavsumi final bosqichiga mezbonlik qilish huquqini rasman Saudiya Arabistoniga topshirdi. 2024-2025-yilgi mavsum arafasida musobaqa tizimi tubdan isloh qilingan va uning hal qiluvchi uchrashuvlari chorak final, yarim final va final bitta markazlashgan davlatda o'tkazilishi belgilangan edi. Dastlabki ikkita tajriba ham aynan Saudiya Arabistonida bo'lib o'tdi. Qiziq tomoni, Jidda shahri mezbonlik qilgan har ikkala mavsumda mahalliy Al-Ahli klubining qo'li baland keldi. Jamoa 2025-yilda Yaponiyaning Kawasaki Frontale klubini taslim etgan bo'lsa, shu yilning may oyida o'tgan hal qiluvchi finalda yana bir yapon klubi Machida Zilviyani qo'shimcha bo'limlarda 1-0 hisobda mag'lub etib, ketma-ket ikkinchi bor chempionligini tantana qildi. Qit'aning yetakchi chempionatlari g'oliblarini o'zida jamlaydigan kelgusi mavsumdan e'tiboran liga bosqichida jamoalar soni kengaytiriladi. Endilikda musobaqada 24 ta emas, balki 32 ta klub ishtirok etadi. O'zbekiston 2027-yilgi U17 Osiyo Kubogiga mezbonlik qiladi. Osiyo futbol konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasining navbatdagi yig'ilishida qit'a futboliga oid bir qator muhim qarorlar tasdiqlandi. Unga ko'ra 2027-yilgi U17 Osiyo Kubogi O'zbekistonda bo'lib o'tishi belgilandi. Bu haqida UFA xabar qildi, deydi manba. Shuningdek, 2029-yilgi U17 Osiyo Kubogi Saudiya Arabistonida o'tkazilishi belgilandi. Yig'ilishda yana bir muhim masala 2028-yilgi U20 Osiyo Kubogi mezboni ham aniqlandi. Los Angeles 2028 yozgi Olimpiya o'yinlariga Osiyo saralash vazifasini bajaradigan ushbu musobaqaga Yaponiya mezbonlik qiladi. Bundan tashqari, Afrika ijroiya qo'mitasi qit'a klublar musobaqalari va yoshlar turnirlari reglamentiga oid qator o'zgarishlarni ham tasdiqladi. Xususan 2026-2027-yilgi mavsumdan boshlab Afrika Elite Chempionlar Ligasi musobaqasi yangi 32 ta jamoalik format asosida o'tkaziladi hamda U20 Osiyo Kubogi saralash tizimiga ham qator yangiliklar joriy etiladi. FIFA Andijonga yana futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha navbatdagi taqiqni qo'ydi. Kuni kecha 29-iyul sanasida FIFA intizom qo'mitasi Andijon klubiga sobiq murabbiy Mikola Tishenko oldidagi qarzdorlik tufayli yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazishga taqiq qo'ydi. Agar klub sobiq murabbiy oldidagi qarzdorliklarni bartaraf etmasdan uzluksiz 3 ta transfer oynasi davomida yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkaza olmaydi. Bu borada FIFA axborot kecha Toshkent vaqti bilan 18:54 da O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga kelib tushgan Andijon klubining bir qator yangi futbolchilari bilan shartnomasi esa ligada bu vaqtdan bir muncha keyin ro'yxatga olingan. FIFA intizom kodeksining 50-moddasi 1-bandiga ko'ra qarorlar ular xabar qilingan vaqtdan e'tiboran kuchga kiradi. Shundan kelib chiqib Liga Andijon shartnomasini ro'yxatdan o'tkazgan futbolchilarni klub FIFA taqiqi masalasini hal etmagunga qadar Superliga musobaqasi uchun ro'yxatga qo'shmaydi, deyiladi PFL saytidagi xabarda.
UEFA mamlakatlari FIFA musobaqalarini boykot qilishni ma'lum qildi. Yevropa futbol assotsiatsiyalari UEFA rasmiy bayonot bilan chiqib, agar FIFA jahon chempionati va boshqa musobaqalarga bo'lgan huquqlarni xususan investorlarga sotish haqidagi rejasini amalga oshirsa, UEFA ga a'zo barcha 55 ta milliy assotsiatsiyasi FIFA musobaqalarini boykot qilishini ma'lum qildi. Mana bu xabarni eshitib, vo devorishingiz aniq. Braziliya Hindistonga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Braziliya terma jamoasi Hindistonga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Hindiston futbol federatsiyasi veb-saytiga ko'ra, o'yin 2026-yil 3-oktyabr kuni Kalkutta shahrida 85 ming tomoshabin sig'imiga ega stadionda bo'lib o'tadi. Manbaga ko'ra, bu Hindistonning 1992-yilda FIFA jahon reytingi joriy etilgandan beri eng muhim raqibi bo'ladi. 5 karra jahon chempionlari 5-Hindiston esa 138-o'rinda. Bizning futbolchilarimiz uchun bu shunchaki navbatdagi o'yindan ko'ra ko'proq narsa. Bu tarixdagi eng buyuk futbol jamoalaridan biriga qarshi o'zlarini sinab ko'rish uchun noyob imkoniyat. Bunday o'yinlar futbolchilarga rivojlanishga yordam beradi, ularni yuqori maqsadlar qo'yishga ilhomlantiradi va abadiy xotirlar qoldiradi, deyiladi Hindiston tomoni bayonotida. Ta'kidlanishicha, Hindiston Braziliyadan tashqari Braziliya futbolining eng katta muxlislari bazasiga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Chunki qadrli do'stlar, juda ko'p futbol muxlislari Hindistondan Braziliya terma jamoasini qo'llab-quvvatlashadi, deydi manba Daryo.uz. Qadrli do'stlar, yana bir bor eslatib o'tamiz. Osiyo futbol konfederatsiyasi prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim Al-Xalifa FIFAning jahon chempionati huquqlarini xususiy investorlarga pullash rejasini qat'iy tanqid qildi. Qadrli do'stlar, mavzuni Paxtakorga qaratamiz. Paxtakor iroqlik hujumchi bilan, ya'niki bir shartnoma imzoladi. Yillik maosh $1 million deyilyapti. Qadrli futbol muxlislari, Bunyodkor klubida ahvollar chatoq, Paxtakorda esa hammasi joyida. Eng qiziqarli va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Mehnatimiz uchun like tugmachasini bosishni unutmang. Salomat bo'ling.